Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorini tahlillarini davom ettiramiz. Demak, xo'p, bozorga kirdim. Buni aytishim kerak. Ertalab bugun payt ochganman mana. Deyarli o'sha olgan narximda turibdi. Stop lossimizga bir 3,5% atrofida, tek profitim Bitcoinda 10% dan oshdi, 12% yaqin qo'yilgan. Xullas 120 ming atrofi kutilyapti. Buni sababi nima? Xo'p, men o'zi pastga analiz berdim o'tgan safar. Endi nimaga tepaga analiz berayman? Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Asosiy narsa mana bu tahlil, ya'ni o'tgan safar mana bu tahlilni berdimda, pastga ketishimiz mumkin dedim. Bu aktualmi? Hali ham aktual bo'lib turibdi. Bu narsa bor. Ya'ni hisob kitob qilganimizda bu yoq A, B, C korreksiya bo'lib turib, yana da tushib ketishi mumkin. Faqatgina mana bu joydan ketish mumkin bo'ladi. Bu narsa hali aktualligini yo'qotgani yo'q. Asosiy narsa bu yerda bozordagi vaziyat, ya'ni S&P 500 ko'tarilishi aniq bo'lib turuvdi. Aniq deganda ham uje bizda all time highga os qo'ygan, o'shani olib berish kerak birinchidan. Eng kam all time highni olish kerak deganmiz tahlillarda. Bu yoqni hisob kitob qilganimizda ham masalan ana shu joyga olib turib qo'ysam o'sha all time highga chiqib berish kerak edi. Endi ko'ramiz, balki biz bu joyda kalkulyatsiyani hisob kitobni noto'g'ri qilgan bo'lishimiz mumkin, boshqa faktorlar bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir o'ta ham kutilyapti. Ya'ni bu ko'tarilsa, bilasizlar, Bitcoin ham baribir ko'tariladi. Deyarli birga bir yurishibdi hozir. Shuning uchun hozir paytni ochdik va buni fonida bu degani tahlilimga qarshi yurdimi? Yo'q, menga ikkinchi variantni oldimga qo'ydim. Ya'ni bu variantda ko'radigan bo'lsak, 5 tomonlamizda Bitcoin chiqib kelgan, keyin 1 bilan 2 ni yasagan, 3 ga chiqish kerak, 4, 5 bo'lsa, ana undan keyin mana buni sherigi bo'lib davom etadigan bo'ladi. 2, 3, 4 xullas ketadi. Qisqa qilib aytganda, tahlilda biroz o'zgartirish kiritildi, lekin nargisi ham aktual bo'lib turibdi. Faqatgina bozor ko'tarilib ketadigan bo'lsa, o'sha vaziyatdan qolib ketmaslik uchun nima qilib biz harakatimizni qilib qo'yamiz xolos. Kapitalimizda riskini ajratyapmiz, o'sha bo'yicha nima qilyapti, bozorga kirilyapti. Efir ham deyarli olgan narximizda yaxshilab qarasak, bu o'suvchi mana bunaqa 3 burchak patron yasayotganga o'xshab turibdi. Ketishi mumkin. Bu juda ham yaxshi ishlaydigan patron hisoblanadi. O'suvchi 3 burchak patroni. Imina mana shu patron bo'yicha biz hozir 3,5 ming atrofida kutyapman. Buni oylik o'tkazsam yaxshiroq ko'rasizlar. Mana bu oylik time frame'dagi 3,5 ming zona atrofi hisoblanadi. Ya'ni bizni qarshilik zonamiz. Mana bu katta 3 burchakda qarshilik zonasi. 3 burchak ichida 3 burchak bo'lyapti desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Keyin bunda keyinchalik ishlaymiz, lekin hozirgi targetimiz hech bo'lmasa 30-40%, aytaymi 50% gacha nima qilishida maqsad. Hozir bu 36%. Umuman olganda bir 30-40% efirdan olib chiqib ketish bozordan. Shuning uchun mana birinchi qadamni qo'ydik, bitta pastga ochdik. Ko'tarilsa nima qilamiz? Yana ochamiz. Yana pastga ochiladi. Stop lossi boshqa bo'ladi, qo'yiladi. Bu ham mana shu target kutiladi. Ya'ni oldingi safariga o'xshab, eslarda bo'lsa, mana bu yerda paysalarimiz ko'p edi-yu. Xuddi shunisiga yana paysalar qilishimiz mumkin efir bo'yicha. Ya'ni sababini tushuntirib bera oldim. Bozor bullish stance-ga o'tishi mumkin. Kamiga kanalda ham buzmagan, mana ko'rib turibsizlar, kanalda ham buzgani yo'q. O'shaning uchun bu kanal buzmas ekan, bozor ko'tarilishda davom etishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Shuni o'ylagan holda biz nima qildik? Hozir bozorga kirib, albatta stop losslar bilan kiramiz. Chunki nimaga stop losslar bilan? Oldin pasdan stop loss bilan kiramiz, lekin ko'pchilik kirmaydi-da. Sababi bozor tepada. Ya'ni tepadan olib muzlab qolib ketmaslik uchun qolganlarga ham aytayapmiz. Albatta savdo qilyapsiz, tekfro stop loss bozorga kirish chiqish joylaringiz aniq bo'lsin. Ya'ni tushib ketadigan bo'lsa ham, chiqib ketadigan joylaringiz aniq bo'lsin. Xo'p. Har xil tahlillar bo'lyapti. Bunga hozir unchalik ahamiyatsiz to'xtalib o'tirmaymiz. Endi hozir ko'rib chiqyaptim. Qaysilari foydali bo'ladi, qaysilari foydali bo'lmaydi deb. Elon Musk uje Amerikada, demak, radikal o'zgarish bo'lishi kerak. Naqada rivojlanishdan undan keyin Amerika tiklanishi mumkin deyilyapti. Ya'ni chunki Amerika yana ishchilarni qaytaraman,
Yaponiyadan yoki boshqa joydan, Xitoydan qaytaraman desa, baribir u narsa bo'lmaydi. Chunki Amerika iqtisodiyoti rivojlangan, u o'sha yuqori texnologik ishlarni rivojlantirishga. Ilm asli ham ideyasi shu. Kompaniyalar ham shu narsani qiladi. Ko'pchilik bozor tushganda qo'rqadi. Imanda hated rally deyilyapti. Ko'pchilik mana shu tushganda bozor kirib ketamiz deb qo'rqitadi bilsanglar. Doim shu narsa bo'ladi. O'tgan yil ham avgustda ham bo'lgan, mana bu joylarda ham bo'lgan. Bu safar ham bo'lyapti bu narsa. Lekin biz ham qo'ldan kelgancha tahlil qildik. Nima dedik? S&P 500 3 tomonlar bilan chiqdi. Agar mana shu zonadan o'tib ketadigan bo'lsa, all time highgacha borishi mumkin deb o'sha bo'yicha mana harakat qilyapti. Qisqa qilib aytganda, o'zi asli bozorda shunaqa tushishlar ham yomon emas, foydali hisoblanadi sizga. O'sha diskount narxlardan olishga yordam beradi. Bu bo'yicha alohida video ham tayyorlayman, o'shanda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu efir tahlil, ya'ni ko'pchilik baribir aytganimdek, xuddi menda mana shu volnovoy analiz bo'lib turibdi. Bozorimiz nima bo'lishi mumkin? Yaxshigina ko'tarib berishi mumkin bo'lyapti. Kombo patron qo'ygan ekan, mayli ko'ramiz. Bu ham bitta ideya, to'g'ri. Trump administratsiyasi yana kriptovalyutalarda anaqani oshirishi mumkin. E'tiborni nimaga? Bular bilasizlar, o'sha Amerika g'aznasining bondlari bor, obligatsiyalarini olishga endi anaqa qiladi-da Amerika. Ularni bond oldingiz degani, siz tipi dollar, naqd pul dollarda Amerikaga beryapsiz degani. 2 trillion dollarlik talabi ko'tarishi mumkin stable coinlar deyilyapti. Nimaga? Bilasizlar, Tether USDT eng katta Amerika qarzlari, bondlarini ushlab turuvchilardan hisoblanadi. Ya'ni Tether orqasida nima turibdi desangiz, Amerika bondlari turibdi. Amerika bondini bozorda sotib turib, uni naqd dollarga almashtirib turib, sizni o'sha stable coiningizga bir-bir almashtirib berishi mumkin. Mana maqsad nima? Mana shundan ko'rgan holda qilyapti shekilli deyman. Ya'ni stabil coinlarda, kriptovalyutalarda regulyatsiyasini, savdosini yaxshilashda davom etadigan bo'lsa Amerika, keyinchalik nima qilib qo'yadi? Tetherga ham siz unda qilsangiz bo'ladigan qilib qo'yadi. Nima desam bo'ladi? Amerika bondlarini olsangiz bo'ladigan qilib qo'yadi. Masalanda, natijada siz Tether dollar beryapsiz degan Amerikaga, tayyor pulni beryapsiz degan. Qo'shimcha 2 trillion dollarlik, demak nima qilishmoqchi ekan? Qiymat yaratishmoqchi ekan. Hozircha bu 300 milliard atrofida baholanyapti ekan. Shu bizlar anaqalarimiz, asosiy tahlillar, ko'p narsa yo'q, paysalar ochyapmiz. Altcoinlar paysalari ham bor, ularda VIP gruppaga berganmiz. Video ostida silka bor, o'tib Telegram bot orqali qo'shilib olsanglar bo'ladi. Shu kunlarda yana yangi darslik yozyapman. Pul psixologiyasi degan darslik bo'ladi. Imенно juda ham ko'pchilik uchun foydali bo'lgan darslik. VIP gruppaga o'sha darslikni nima qilamiz, joylaymiz. Xo'p. Bu hafta bizda asosiy xabarlardan chorshanba kuni FOMC press konferensiyasi bo'lib o'tadi. Jeremy Powell chiqib gapiradi. Buni ko'rishimiz kerak. Payshanba kuni yapchi mahsulot GDP o'sishi, uni ko'ramiz. Bunga keyin alohida to'xtalamiz, hozir shart emas. Va juma kuni inflyatsiya ko'rsatkichlari chiqadi. Xullas bu hafta ham bizda muhim xabarlarimiz bor. May oyini yakunlayapmiz. Lekin deyman, doim aytaman, asosiy fokus texnikda bo'lsin, grafikda bo'lsin. Va makroda qo'shgan holda keyin siz to'liqroq xulosa chiqarishingiz bo'ladi. Shunaqa bizda asosiy xabarlar. Bularga yana alohida to'xtalamiz, lekin bugungi tahlilimiz, bugungi tahlilda aytib o'tdim, pozitsiya ochdim da. Lekin aytaman, stop loss bilan bozorga kirganman. Shu bizda, demak, altcoinlarga ham alohida keyingi ertangi tahlillarda to'xtalamiz. Yana ko'p mana pozitsiya qilmoqchi, o'zlar uchun qiziq bo'lishi uchun aytaman. Mana shu coinlarni men kuzatyapman, bozorga kirishga harakat qilyapmiz. Masalan, suviga bugun mana bu tahlilni bergandim, lekin stop loss kichkina qo'yganmiz. Boshqa tahlillar ham bo'lyapti. AXBT, I16Z, FEDga ham qiziqishlar bor edi. FEDga ham anaqa turibmiz, e'tiborimizni qaratib turibmiz. Shunaqa. Ertangi tahlilda batasi altcoinlarga ham to'xtalamiz. Sizlar bilan o'sha tahlillarda va bundan tashqari bugun agar ungacha mana shu video chiqadigan bo'lsa 20:30 da, ya'ni 8:30 da Instagramimizda, HBS Instagramida demak jonli efir bo'ladi. Unda ham batafsil gaplashamiz. Sog' bo'linglar.